Sardor bilaman 450 ming o'zingizni kanalingizga qo'ydingiz, lekin mana bizni keldik, narxini tushirmasa bo'lmaydi. 450 qo'ydim, 400 ga chiqishdi, lekin bermadi u, aka. Agar tushiraman deydigan bo'lsangiz, bitta yo'li bor. U ham bo'lsa, o'sha mebel texnikalarni olib chiqib ketamiz. Startoviy 409 ming qo'ya olamiz. Yo, mebel texnikalari bilan bo'lsa-chi? Unaqada telefon qilishsa kelishamiz, aka. Bo'ldi. Bo'lmasa unda obzorni menga qo'yib bering, men obzorini qilib beraman. Bosing, aka. Sabzavotda arkasidan uyimiz eshigini tagigacha 1,5 kilometr kirganimizda uglovoyda joylashgan. Oldi taraf fasad qismini qarang, juda chiroyli. Mana shunaqa archalar ekib, yashil maydon qilib qo'yilgan. Qani bismillahirrohmanirrohim. Xonadonimizga kirib kelishimiz bilan bo'lsa, mana bu atmosferaga ham gap so'z bo'lishi mumkin emas. Chiroyli landschaftli dizayn, mana bu aksessuarlargacha xullas e'tibor berib qo'yibdilar. Chap qo'limizda bu yerda ikkita mashina qo'yish uchun sharoitimizda qilingan. Asosiy binoyimizda 3 qavat, podvol birinchi va ikkinchi qavatlarimizni, podval qismida basseyn, saunalari bilan birga. Uglovoy bo'lganiga yoki bu yon tarafda ham darvozamiz bor. Qani bismillahirrohmanirrohim. Kirdik. Bu to'pli garaj va ikkinchi o'rinda bo'lsa bizda bu yerda zimniy sadimiz qilingan. Zimniy sadimizda vodopodlarimizning tagida arig'ida baliqlarigacha suzib yuribdi, aka. Endi bo'lsa ichkariga kiramiz, planirovkani bitta ko'rsatib tanishtirib o'taman. O'rtadan hovlimizdan kirib keldik. Uyimizni shunaqa chiroyli ko'rayotganingizdek katta hol qismimizni kutib oladi. Divanli zona qilingan va xonadonimizga kirganimizda o'ng qo'limizda bo'lsa, bu bizani zal qismimiz. Akam aytibdilar, bu zalni Murod umuman ishlatmaganmiz. Hech kim kirmagan desa ham bo'ladi deb aytdilar. Ko'rayotganingizdek akkuratni bo'lib turibdi. Xo'p, xonadonimizga kirib keldik. Ro'paramizda bizani oshxona qismimizni kutib oladi. Bu ham qishki oshxona, katta, ko'rayotganingizdek, xuddi shu gap bu yerda ham ishlatsak bo'ladi bemalol. Oshxona mebelini umuman ishlatmaganmiz, bizga kerak bo'lmagan deb aytdilar. Lekin oshxonamiz ham katta, hol bilan studiyniy bo'lib, o'rtada akvariumni agar hisobga olmasak, juda katta prostranstvo bo'lgan. Bu yoqda bo'lsa bizani yozgi oshxonamiz bor. Yozgi oshxonamiz ham 100% atrofi o'ralgan. Tapchanlarigacha ko'rayotganingizdek qo'yib qo'yilgan. Keyin shuni xonadonimizga zimniy sad tarafdan kirganimizda bu yerda bizani общий sanuzyolimiz va ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxonamiz joylashgan. Eng tepa qavatimiz mansardni qilingan, lekin aka eng past joyini oladigan bo'lsak ham mana ko'rayotganingizdek bemalol jiloy qilib foydalansa bo'ladi. Bitta katta hol, bu yoqda bizani родительский spalnyamiz joylashgan va bu spalnyamizni bo'lsa o'zini ichida sanuzyoli bilan ko'rayotganingizdek xonamiz juda keng, garderobnilar qilib ham foydalansa bo'ladi. Keyin bu yerda bizani ikkinchi yotoqxonamiz bolalar uchun mo'ljallangan, lekin bu yotoqxonamizni ham o'zini ichida sanuzyoli bilan birga joylashgan. Xonalarning razmeri ko'rayotganingizdek keng. Ikkinchi qavatimizdagi 3-yotoqxonamizga keladigan bo'lsak, bu ham xuddi shunaqa bolalar uchun va o'zini ichida sanuzyoli bilan joylashgan. Eng pastki qavatimizda ko'rayotganingizdek, aka lounge zona qilib qo'yilgan. Televizor, divan, proyektorlargacha qo'yilgan kinoteatr bo'ladi oshna og'aynilar bilan o'tirishga. Undan tashqari mana podval qismimizda oshxonalarigacha qilingan, gaz plitalargacha, vitishkalargacha qo'yib qo'yganlar. Oshna og'aynilar bilan mana shu dam olib o'tiradigan juda ideal joy bo'lgan. Chunki shunda tushganimizda o'ng qo'lda bizani qishki basseynli zonamiz joylashgan. Albatta basseyn bo'lgandan keyin o'zini shunda turetskiy hammam va yonida sanuzyoli qilingan. Endi aka uygacha yuragini men sizga ko'rsatdim, yuragini lekin akam boplab qo'yibdilar. Shundoq kirdik, kotelnimizni sistemani qarang. Bu yoq tarafda ham gazda ishlaydigan, ham elektrichествоda ishlaydigan kotellargacha qo'yilgan. Keyin bu yon tarafimizda kladovaya komnata, basseynimizni bu yerda nasoslari va mana bu akkumulyatorlarga alohida e'tibor berib qo'yasiz. Akam aytibdilar, bizning uyda Murod hech qachon svet o'chmaydi. Mana shunaqa akkumulyatorlargacha qo'yib qo'yganman deb aytdilar. Okey, uyni ko'rdingiz. Sizni katta oilangizni o'zini ichiga bemalol sig'dirib oladigan xonadon bo'lgan. Zo'r tarafi yana uglovoy. Menimcha buzib tashlashga lekin jalka-yu, agar mana shu sabzavot atrofida uy quradigan akalarimiz bo'lsa ham, bu yerga o'zi bilmayman, 4 ta uchastka ham tushirib olsa bo'ladi, lekin aka olib, maza qilib uydagilaringizni olib kelib yashaydigan xonadon bo'lgan. Narxiga keladigan bo'lsak, videoni boshida aytib o'tdik, 409 ming ichidagi hamma mebel texnikalar ketadi yoki agar yo mebellari bilan qolsin desangiz, Primoy o'rtada hech kim yo'q, joy egalarining telefon raqamlarini yozib qoldirdim.